Chechevitsa, ya'ni yasmiq 25% dan ortig'ini protein tashkil qilgan bu mahsulot ozayotgan insonlar uchun juda muhim hisoblanadi. Keling bugun shu haqida va yasmiqdan ajoyib foydali proteinga boy non tayyorlaymiz. B guruh vitaminlar, temir, magniy, kaliy va sinkning ajoyib manbai hisoblanadi. Laboratoriya sinovida o'tkazilgan yasmiq tarkibida polifonlar mavjud bo'lib, bu saraton hujayralarini o'sishini to'xtata oladi. Hayvonlarda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yasmiqda iste'mol qilish qonda shakar darajasini pasaytiradi. Agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, yosh katta insonlarning dam olish sihatgohlarida, mehmonxonalarda va umrabop haj ziyoratiga borganlarning ratsionida doim yasmiqli sho'rva bo'ladi. Chunki yasmiq qon aylanishini yaxshilaydi, hujayralarni oziq-ovqat va kislorod bilan ta'minlaydi, yurak mushaklarini mustahkamlaydi, qon tomirlaridagi xolesterindan tozalaydi, insult va yurak xurujini kamaytiradi. Yuqori darajadagi gomotsistein yurak kasalliklari uchun yana bir xavfli omildir. Sizning diyetangizda foliy kislotasi yetarli bo'lmaganda, ular ko'payishi mumkin. Yasmiqda foliy kislotasi mavjud. Ular tanangizdagi ortiqcha gomotsistein to'planishini oldini oladi. O'tkir buyrak yetishmovchiligi va pankreatiti bor insonlar shifokor bilan maslahatlashib iste'mol qilishlarini maslahat beraman.